Bu yaqin o'tirdimi? Men o'ylayman o'g'lim. Mana galimi? Agar qo'zg'alib bor menda urib kompyuter olib qo'yadigan bo'lsangiz, men oyimga boray, 3 ta qiz bilan gaplashishga yetib beraman, tushundingizmi? Yo'q, Ha. kollektivga kelib sizga chekkan edi, men yetib beraman o'yimga. Ana kompaniya boru, ana shu bilet sotadigan aviatsiya. O'shani bilet olishni to'g'rimi? Men bilan o'yinga bilan ushlami oyimga yetib beraman. O'zingiz shularni tashlab ketavermoqchisiz-ku. Men sen adam shunchagidan 100 ming o'g'irlaganingni yetib beraman. Tushundingmi? Yetolmaysiz. Nega yetolmaysiz? Yetolmaysiz. Voy. Hali shunaqami? Voy. Sen hali cho'mchagingdan pul o'g'irlayapsan. Sen chet elga ketavermoqchimisan aviatsiyasidan bilet olib. Hali oying ishdan kelsin, senlar bilan boshqacha gaplashamiz. Oyimga yetib berasizmi? Hammasini zapis qo'yganman, qo'yib beraman. Hali shunaqami? Ha? Aka, Agar oyimga yetib bersangiz, uyda hech kim yo'qligida qo'shni Natasha opani olib chiqib, uyda o'tirganlarni hammasini yetib beraman oyim. ko'patib. Yo'q. Birinchi bu o'ynasin. Keyin sen o'ynagan turib, talashmalaring nima qilasizlar talash? To'g'rimi? Ana qo'yimga yetamanmi deyman. Birinchi kim o'ynasin?